Menga tushuntirib beringlar. Nimaga sizlar SPF surmaysizlar? SPF surishni yomon ko'rasizlar. Yuzni oqartirib qo'ygan SPF yomon ko'raman deyishadi. Nimaga? Sizga sababini aytaman. Oqartiradigan SPFlar oddiy SPFlardan farqi 10 barobar zo'rroq ishonaveringlar. Hozir sizlarga 2 xil SPF test qilamiz. Farqini o'zingizlar ko'rasizlar. Ketdik. Hozir qo'limda 2 xil SPF bor. Bittasi oqartiradi yuzni, bittasi hech narsa qilmaydi. Oqartirmagan SPF surib ko'ramiz. Qizlar, yuzimni yarmiga SPF surdim, yo yarmiga ozgina ton beradigan SPF suramiz. Qaranglar, farqini o'zingizlar ko'rasizlar. Yengil teksturali. Men ko'p oqartiradigan SPFlar surganman, lekin bunaqasini hali surmagan edim. Farqini ko'rasizlarmi? Bu yuzimda oqartiradigan SPF, bu yuzimda oddiy SPF. Bu yuz bilan sizlar tonalka ham surishingiz shart emas, chunki buning ichida ham toni bor, 50+ SPF bor, yuzinglarni 100% quyoshdan himoya qilib beradi. Ichida niasinamidi bor, gialuronkasi bor. Hamma SPFlarning ichida vitaminlari buning ichida bor ekan. O'sha yozda hech kim tonalka surgisi kelmaydi, bitta SPF bilan chiqib ketgisi keladi, lekin bunaqa SPF bilan men hech qachon ko'chaga chiqmayman. Ko'rasizlarmi, yuzim rangini qanaqa to'q bo'lib turibdi. Bu SPF bilan bo'yanmasdan ham chiqib ketaveradi. Aynan mana shu CC sulfat SPFdan ishladi. Oqartiradigan SPF mana shu bo'ladi. Oqartiradi. Yuzingizga yengilgina yotadi. Mana farqini ko'rasizlarmi? Hamda tomirlarim уже ko'rinmayapti. Даже yopib beradi ham yuzinglardagi dog'laringlarni, ugrilaringlarni ham zo'r yopib beradi. Shu zo'r ekan, ham kattagina, bu anchaga yetadi. Skrin qilib olinglar. Почти hech qayerda yo'q desa ham bo'ladi. Ichida vitaminlari bor SPF. Qayerda ko'rgansizlar? Faqat CC sulfatda bor.